Islom Karimovda ko'pchilik xunuk dedi, lekin bitta narsaga yaxshilab e'tibor berib qaranglar. Islom Karimovning ko'zi tubsiz dengizga o'xshaydi. Chunki yuzi shag'al to'kilgan. Bizga insoniylikni, odamiylikni o'rgatgan siz bo'ldingiz, ammo unutgan biz bo'ldik. Yurtim siz uchun jonim beray, otam mening. Qalqonimsiz, yuragimsiz jonim bergan. Bugun sizni izlaydi ming bor o'g'lon. Ota o'zi sizga o'xsholmay qoldi farzand. Yurtkizlik, jahonkizlik ko'rolmadik. İnsoniylik, odamiylik sizdan qoldi. Unutdik biz. Qadr qimmat, mehrni ya. Ota sizni unutganimiz yo'q hali. Milyon yillar o'tsin, unutilmaysiz. Qalbimizda vafot etgan o'g'lingiz bor. Milliard nevaralari sevgan, hali ular kelar ketar. Qadringiz bor. Unutmaymiz sizday inson, sizday ulug'larni. Unutsak biz ko'z ko'r bo'lar deymiz. Sotqinlar ko'paymoqda, netay bu foniy dunyoga o'rganmoqda ular bilan. Barimiz o'tkinchi, bir kun hayot tugarkan-ku, boshramonni bandasidan olarkan-ku, jonim bergan, jonim qo'ygan Allohga borar ekan-ku. Sizni sevgan, siz uchun yongan bizmiz otamiz. İnşallah oxiratingiz obod bo'lsin.